har bitta ayolni uходовый sredstvalarining ichida bo'lishi kerak. Yoki toner, yoki losyon. Bular nima uchun ishlab beradi? Misol, tonerni umuman vatni diskda ishlatsanglar bekorga uvol qilgan bo'lasiz, chunki toner qo'lga qilinib, keyin yuzga suriladi. Vatni diskga qilsanglar, vatni disk surib oladi, o'ziga shimib oladi, keyin tonneringiz umuman rezultatini ko'rmaysiz. A losyonda nabarot. Buni siz vatni disk bilan ishlatasiz, bunisini qo'lingizda surasiz yuzga. Как-то mundoq urib qilinadi toner. Bular sizni ishlatayotgan mana bu kremlaringiz, sivırtkalaringizda chuqurroq kirishi uchun bular eng asosiy ishni qilib beradi. Ya'ni po'rani ichidagi kirlar, mikroblar, har xil tiqilib qolgan tonalkalar, qolib ketgan pudralarni tozalab beradi bular bittada. Misol, men shu juda ham yaxshi ko'raman. Mana bu tonerni. Losyon varianti yumshoqroq bo'ladi. Terini quritmaydi. Mana bu toner varianti ham quritmaydi. Sostavida baryer восстановить qiladi.